Xayrli kech hurmatli obunachilar. Mana xudo xolisa bugun soatimiz ham 9 ga 5 tekin 9 ga yaqinlashib qoldi. Hammanglarga Arafa muborak bo'lsin. Xudo xolisa ertaga kirib kelayotgan Qurbon hayit barchamizga qutlug' muborak bo'lsin. Xayrli bo'lsin. O'tgan ehsonlaringni Alloh dargohida qabul qilsin inshaalloh. Ertalab Abdulloh jiyanim bilan Nurjan mana o'g'lim to'rtalamiz shahar bo'ylab qo'y dastlab boshlagan edik. Sabablarga ko'ra ko'p joyda ololmadik, chunki vaqti kun issiq bo'ldi, lokatsiyalar charkash, rosa qiynaldi. Alhamdulillah mana soat 9 bo'lishiga qaramay hozir mana oxirgi qo'yni Tuzilga dastlabga qilib, endi fermaga qarab yo'l oldik. Xudo xolisa endi fermani borib saramjon qilib, shu bilan bugungi Qurbon hayitiga o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadni, ya'ni missiyani bajardik ko'rib deb inshaalloh hisoblaymiz. Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin. Yana bir bor barchalarga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar.